Assalomu alaykum YouTube muxlislari, kanalimiz obunachilari. Amaliyotchi psixolog Hasanov Bekzod. Bugun sizlar bilan NLP mavzularini o'rganishga davom etamiz va bugungi mavzuyimiz NLPda reprezentativ sistema. Reprezentativ sistema deganda NLPda nima tushuniladi? Bugun sizlar bilan o'shalar haqida gaplashib olamiz. Reprezentativ sistemani bilishdan oldin biz birinchi signallar sistemasi haqida sizlar bilan gaplashib olamiz. Birinchi signallar sistemasi nima? Ya'ni bizlar ko'rishimiz, eshitishimiz, hid bilishimiz, ta'm bilishimiz, paypaslar narsalarni his qilishimiz. Ya'ni oddiy qilib aytganda bizlarning sezgi organimiz. Buni psixologiyada birinchi signallar sistemasi deyiladi. Mana hozir shu doskamizga ham chizib qo'yganman. Birinchi vizual kanal, ya'ni ko'rib, ko'zimiz orqali narsalarni sezamiz. Ikkinchisi esa audial, ya'ni qulog'imiz, eshitishimiz bilan narsalarni sezamiz. Uchinchisi kinestetik deyiladi. Bu NLPda kinestetik deyilganda asosan shu taktil, ya'ni qo'limiz bilan ushlab sezishimiz yoki hid bilishimiz yoki ta'm bilishimiz. Bularni NLPda kinestetik deyiladi. Buni birinchi signallar sistemasi deymiz. Xo'p, ana endi bizlarda ma'lumotni tashqaridan sezgi organlarimiz orqali qabul qilib oldik. Ya'ni ko'rdik, eshitdik, his qildik, uni ushlab ko'rdik, hidini bildik, ta'mini bildik. Ana bu sezgi organimizdan bizga tashqaridan ma'lumot kelib tushdi. Sezgi organlarimiz orqali, ya'ni birinchi signallar sistemasi orqali. Ana endi bizlarda referent sistema deyiladi. Referent sistema o'sha tashqaridan kelgan ma'lumotlar bizning nerv sistemasimizda saqlanadi va referent sistemada ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ya'ni o'sha ma'lumot qanchalik bizga foydali, qanchalik bu bizga kerak emas, yoki ma'lumotlarni qayerda ishlatamiz, xullas ma'lumotlarning hammasi tahlil qilinadi. Bu referent sistema deyiladi. Aynan referent sistema haqida juda ko'p qarashlar, juda ko'p nazariyalar bor. Agar kimdir bu qarash noto'g'ri yoki bunisi to'g'ri deydigan bo'lsa, o'sha insonning so'ziga ham, o'sha nazariga ham 100% ishonib bo'lmaydi. Chunki yildan yilga yangiliklar, fan rivojlanib boryapti, har qanaqa tadqiqotlar olib borilyapti. Lekin 100% nazariya, to'g'ri nazariya bu yerda yo'q. Bizlarni aynan bilishimiz muhim bo'lgan narsa, ya'ni ma'lumotlar bu yerda saqlanadi nerv sistemamizda va ma'lumotlar tahlil qilinadi. Buni o'zi referent sistemani psixologlardan ko'ra aynan tibbiyot sohasidagi insonlar yaxshiroq tushunadi. Ulardan so'raganimiz maqsadga muvofiq. Ana endi ma'lumotlar saqlandi, ya'ni tahlil qilindi. Ma'lumotlar saqlanib tahlil qilgandan keyin bizlarda ma'lumotlarni qayta esga olish. O'sha ma'lumotlarni agar biz qayta esga oladigan bo'lsak, bunda bizlarda reprezentativ sistema deyiladi. Ya'ni hozir buni yanada tushunarliroq va oddiyroq bo'lishi uchun sizlar bilan bitta mashq o'tkazamiz. Mana olma meva, ya'ni olma mevasini eslab ko'ringlar. Olma. Ana eslab ko'rdinglar. Olma deganda kimdir olmani shakliga qarab esladi. Ya'ni olmani shakli, rasmiga qarab. Kimdir esa olmani ovozi. Kimdir esa olmani ta'miga qarab esladi. Kimdir esa olmani shu olma so'z orqali esladi. Mana bu bizlarda reprezentativ sistema deyiladi. Ya'ni o'sha ma'lumotlarni esga olayotganda har xil insonlarda har xil esga olinishi bo'ladi. Kimdir esa tasvir orqali, ya'ni olmani tasviri, kimdir ovozi, kimdir ta'mi, mazasi, kimdir esa shu olma so'zi orqali olmani esga oladi. Ana buni endi NLPda reprezentativ sistema deyiladi. Reprezentativ sistemada ya'ni buni NLPda ma'lum bir reprezentativ sistema xos xususiyatlari modalnost deyiladi. Ya'ni kimdir misol uchun kimdadir ya'ni olmani eslashda, ya'ni uni ko'rinishi orqali esladi, tasviri orqali, kimdir esa uni ovozi, kimdir esa uni mazasiga qarab esladi. Mana bularni modalnost deyiladi. Ana endi bular o'zi nima? Kimdir agar
olmani shakliga qarab eslagan bo'lsa, u vizual tarzda olmani esga oldi. Kimdir esa olmani ovozi qarab esga oldi. U audial deyiladi. Kimdir esa olmani ta'mi yoki hidi orqali esga olingan bo'lsa, bu kinestetik. Bu yerda digital degan tushunchani yozdim. Bu yana o'sha digital insonlar bu juda kam hisoblanadi. Aynan boya aytib o'tganimizdek, olmani eslashda aynan olma yozuvi orqali eslash. Bunaqa insonlar ham lekin uchrab turadi. Xo'p, endi biz bitta narsani bilib olishimiz kerak bo'ladi. 100% audial, 100% vizual, 100% kinestetik yoki 100% digital reprezentativ sistemasida rivojlangan inson bo'lmaydi. 100% misol uchun bitta insonni vizual yoki 100% audial deya olmaymiz. Bu kombinatsiyada kelishi mumkin. Kimdadir audial kinestetik rivojlangan bo'lishi mumkin, kimdadir vizual kinestetik yoki vizual audial yoki audial digital reprezentativ sistema rivojlangan bo'lishi mumkin. Ana bu hozirgi vaqtda, hozirgi bosqichda aynan shular haqida bilganimiz bizga yetadi. Ana endi bu bizga nimaga yordam beradi? Biz insonlar bilan muloqot qilganimizda, ular bilan kommunikatsiyaga kirishganimizda aynan ularda qaysi reprezentativ sistema ustunlik qiladi? Bizga hozirgi bosqichda aynan shunisi muhimroq. Tasavvur qiling, sizni suhbatdoshingiz agar audial tilda gaplashadigan bo'lsa, siz unga vizual tilda javob beradigan bo'lsanglar, bunda tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Yoki tasavvur qiling, sizni suhbatdoshingiz yoki ishdagi birga ishlaydigan xodim yoki sizni turmush o'rtog'ingiz agar kinestetik tilda gapiradigan bo'lsa, his-tuyg'ular haqida gapiradigan bo'lsa, siz unga vizual tilda gapiradigan bo'lsangiz, bu yerda bizlarda kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Reprezentativ sistema haqida biz hozir qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Bu haqida keyingi darslarimizda ma'lumotlar berib boriladi. Lekin hozirgi vaqtda aynan reprezentativ sistema deganda biz bilishimiz kerak, ma'lumotlarni esga olayotganda kimdir vizual, ya'ni tasvirga qarab esga oladi, kimdir audial ovozga qarab, kimdir kinestetik, ya'ni past-pastlash, his-tuyg'ular orqali esga olinadi, kimdir esa digital va aytib o'tdik, o'sha so'zlar orqali ma'lumotlarni esga oladi. Hozircha bizlardagi ma'lumotlar shulardan iborat. Kanalimizni kuzatib boringlar va iloji bo'lsa like qo'yadigan bo'lsanglar, shu ma'lumotlarimiz tarqalishiga sabab bo'lasizlar va keyingi dasturlarimizda aynan bu mavzularimizni yana to'ldirib boramiz. Xayr, salomat bo'linglar.